Sağ uxlayotgan vaqtingizda birisi bunun qeshiga kirsa, buni o'ltirib o'tirish, nima? Shu parchalik haqida qisqacha ko'rganimiz bilamiz. Sağ gumonxo'r uxlayotgan vaqtingizdami, tapanchisini tutib yotadi. Besh kirib qolsa, gommi deb yotadi. Endi mushundaq vaqtingizda qarasak, sağ haqiqatan o'zining bolasi savpi kirsimi, sen meni o'ltirmoqchi ekansan deb buni gumonlandi. Tas qoldi buni zindonga tashlab atqili. Biroq buning oliy sonlig'ini shuchu kelishini yalang'achlab mushundaq ko'tirib kirsimi, buningdan qilchi gumonlanmaydi. Bu meni qo'g'diga kiribdi deb ko'rdim. Masalan, tibbil asarga qarasaqmi, bu sağ uxlayotganda buni o'g'atga kirish petni oladigan eng qo'rqmaydigan nima shuchu, shunami? Yeni bu yerga devchani tutib olgan vaqtingizda bu kelishini yalang'achlab ko'tirib mushundaq kirdi. Biroq bu yerga sağ qilch gumonlanmaydi, bu meni o'ltirib emas, mana shu qutqazmoqchi ekan. Devchani meni o'ltiryapti deb Muşta o'ylab qopti deb tushundi. Undan sağ o'zining bolasiga ishongan odam shuchu qilib buncha olashindi. Chunki butkul asarda shuchu birdan-bir cho'qinadigan, ajoyib cho'ng bo'ladigan odami sağ. Ismoilning qashidagi vaqtda savpim dedi-ku, shuchu qanday odam? U otam sağga shu darajada sodiq. Uning ishti bu. Hatta buningga bir odam emas, o'zining dadisining qalbisine kelsin, ikkilanmay akildi. Hozir 10 ming tutqul ketdi deb qo'rqib turdim. Endi qarasaqmi, bu yerda Genvey o'lib ketgandan keyin shuchu Sağning hayotini necha qatim qutqizib qolgan. Lyubu qo'g'lab kelganda deymiz, Macha qo'g'lab kelganda deymiz, shunami? Nurg'un janglarda bu talay qatim Sağning hayotini qutqizib qoldi. Eng qiyin o'tganlarda buni o'tkazib qo'ydi. Endi buningki Sağ sodiqligi haqiqatan bu yerda Guayuning Lyubuga sodiqligiga o'xshaydi. Endi biroq bu shuchuni bir undaqiliqi Guayudak bir sinoqdan o'tadigan holat cheklanib boqmagan. Biroq Sağning sanıqlari ichida haqiqatan Sağ eng sodiq, eng gapni anglaydigan qilchusizlik qilmaydigini naq mushatga shuchu. Shuning uchun eliq vaqtning o'zidami Sağning ochiq kelganda mana hech kim kulishib ketolmaydi. Shuchu ular kulishib ketolmaydi. Nimishqa shuchu Sağ bilan ikkisiniki Serkerde pasballıktan tutma dostluk mehrinomı qancha cho'qirmas ikkisidan biladi-ku. Shuning uchun kishi bitkijanda sağ egri mag'lub bo'lgan vaqtingizmi shuchuning hayot qaytib kelganligini qilib darhol chiqdi. Va shuchug'im deydi-ku, sen hayot o'tgansan, men uyqudan kulib uyg'onman deb. Sağning haqiqatan chin so'zli-ku. Shuning uchun oldingi sonlarda shuchuni asos qilib turib, buniki alammatini qanchalik yuqorligi ayrim so'zlab berdim-ku. Anglab baxmaganlar aldığım mazmununu seyirsanlar, şuchuniki ayrim mazmunu va yoqtirganlar anglab baxsanlar bo'ldi. Rahmat.